Assalomu alaykum hammaga. Xolos Fitness House'ga yangi trenajyorlar kelgan, terilyapti. Endi ko'pchilik o'ylaydi-da, zal ochishdi, zo'r daromad qilyapti. Oshinim yana bir 20 tadan oshiq trenajyor olib ketdi. Foydasi zo'r bo'lyapti-kan deb o'ylaydi. Asosiy maqsad bu emas. Foyda ko'zlanmaydi. Zal ochayotgan odamlarda ko'proq odamlarning manfaati birinchi o'rinda turadi. Masalan, oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsa, masalan, bitta mashina trenajyorimiz eng kam $2000 turadi. Bitta odam 400 ming so'mdan abonent to'lov qiladigan bo'lsa, kamida 5 yil og'rimasdan, kasal bo'lmasdan zalga kelsa, keyin buni bitta trenajyorning puli chiqadi o'zi aslida. Bu yerda son sanoqsiz trenajyor turibdi. Bularda hozir maqsad odamlarni shu dangasalikdan chiqarish, sog'lomlashtirish, hamma illatlar, o'g'riliklar hammasi shu bekarchilikdan, dangasalikdan kelib chiqadi. Shuning uchun sportga targ'ib qilish, odamlarni band qilish, shunaqa joylarda pokiza saqlab, bu yerda mana 20 tadan oshiq ish ishlaydi kamida. Ularning oyligi, tozaligi hammasi pokiza holatda. Bunaqa joylarni ko'paytirish uchun, rivojlantirish uchun sizlar hissanglar shu kelib shug'ullanib bersanglar bo'ldi. To'lovlariga qilib vaqtida to'lolmayotgan, chiqolmayotgan oshxonalarga ham shatar to'lab qo'ysalar ham bo'laveradi, yordam qilib. Bitta bekarchini ish bilan ta'minlab qo'ygan bo'lasizlar-da, mashg'ul qilib qo'ygan bo'lasizlar. Bemalol kelib shug'ullanib ketaverasizlar. Bu ishlarni olib borayotgan akalarga ham rahmat, hammasiga. Shuncha pul sarflab, odamlarning sog'lig'ini o'ylab shunaqa joylarni ochayotganligi